Energiya resurslaridan samarali va tejab foydalanish har jihatdan muhim ahamiyatga ega. Zero bu iqtisodiyot, ekologiya va albatta aholi turmush farovonligini ta'minlash bilan bog'liq masala sanaladi. Bosh prokuratura va O'zenerga inspeksiya hamkorligida Sirdaryo viloyatining Guliston shahrida o'tkazilgan tadbirda fuqaro novvoyxonada tabiiy gazdan noqonuniy foydalanib kelayotganligi aniqlandi. Ushbu qoidabuzarlik natijasida gaz ta'minoti korxonasining dastlabki hisob-kitoblariga ko'ra 498,7 million so'mlik zarar yetkazilganligi ma'lum bo'ldi. Farg'ona viloyati Quvasoy shahrida joylashgan avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchasida gaz hisoblash uskunasining muhrlari buzilganligi fosh etildi. Buning natijasida gaz ta'minoti korxonasi 2 milliard 944 million so'mlik zarar ko'rgan. Namangan viloyati Mingbuloq tumanida joylashgan fermer xo'jaligida suv nasoslarini hisoblagichdan tashqari tarmoqqa ulab, elektr energiyasidan noqonuniy ishlatilganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu qoidabuzarlik sabab elektr ta'minoti korxonasiga 4,5 milliard so'mlik zarar yetkazilganligi aniqlandi. Tahlillarga ko'ra, joriy yilning 1-oktyabr oyida tegishli tizim vakillari tomonidan 192 ta noqonuniy foydalanish holatlari qayd etilib, 99 milliard so'm zarar yetkazilganligi aniqlandi.